Yevropada ham. Yangi yil shunaqa bo'ladi. Germaniyadamiz. Ref degan tarmoq, supermarket. Juda ham katta tarmoq Yevropa bo'yicha. 20 ta davlat bo'lsa hammasida bor. Apelsin 2,5 euro. Modringda donasi 1,5 euro. Bir donasi 20 ming degan. Yarim kilo chiqadi. Yong'oqlar. Bu narxi 1 kilosi emas, 100 gram. 1 euro 15 ming. 100 gramı. Qaranglar, 1,5 euro. 100 gramı. Lekin bizda 11 euro. Bizdan arzon lekin bizda. Bir kilosi. 200 gramı 2 euro 20 sent. Har kuni bozorlik qilaveramiz bayram qilib, lekin bular bayrami hali kelmayapti. Nonlarni ham narxiga qiziqib qo'yamiz. Mana 2 euro 39 sent. 500 gramı. 500 gramning non. Tasavvur qiling. 35 ming. Sandwich muhonki 2,5 euro. Bu 89. Chips 15 ming. Mahsulotlari. Xullas shunaqa